130 kilodan 65 kilogacha tabiiy va to'g'ri ovqatlanib vazn tashlaganman va bu ozish jarayonimda menga eng ko'p foyda bergan, organizmimni yana ham yoshartirib, terlarimni chiroyli bo'lishiga, zo'r vес tashlashimga yordam bergan 2 kun bo'lgan. Bulardan birinchi kun autofagiya kuni, ikkinchi kun esa detoks kuni. Haftada 1 marta o'tkaziladi, har kuni o'tkazmaysiz. Demak, sizga bugun eng zo'r detoks retseptini ulashaman. Albatta buni takrorlab ko'rishingiz mumkin. Qo'llashga qarshi ko'rsatmalarni esa postda yozib qoldiraman. Buning uchun bizga kivi, banan, ko'k olma kerak bo'ladi, zig'ir urug'lari kerak bo'ladi va ozgina miqdorda ananas, ozgina miqdorda mango solinadi. Agar mango sizga qimmatli qilsa yoki ananas sizga qimmatli qilsa, o'rniga ozgina qovoq ishlatsangiz ham bo'ladi. Demak, bu detoks quyuq massa bo'lganligi uchun yeganingizdan keyin tez qorningiz to'yib qoladi. Umuman mana shu detoks iste'mol qilganingizda ovqat yeyish mumkin emas, chunki biz ichaklarni tozalayapmiz, shuning uchun ham ovqat bilan aralashtirib yeyish mumkin emas. Bu detoks qilganingizda kun davomida suv ichib yurishingiz kerak bo'ladi.